Еркебулат, я слышал, ты чемпион Октагон Лиги. Давай твой пояс против моего пояса. 26 декабря на Хумо-арене. Я жду тебя, где я тебя нокаутирую. Assalomu alaykum hammaga. Bo'yga ozgina vaqt qoldi. Biz Мы uchun уже заряжены. Мы идем только за победой. sekundan tushdi. O'zbekiston, xudo xolasa bugun O'zbekiston o'darlarini ko'rsatib, Nikolin nokaut qiladi inshaalloh. Birinchi o'rinda sopernikni ruhiyatida, raqibni jahliga tegish birinchi o'rinda. Ballati. Men uni vaqtida yutganmiz. Endi o'sha narsani o'zi ham qandaydir uni ruhan qiynaydi-da. Время покажет, бой покажет. Zrelishli bo'y bo'ladi. Qanaqa tavsiyalar berasiz Erkabolatni yengish bo'yicha? Уже ikkinchi raunddan keyin уже ustga tushadi. Keyin urtashitdan qiladi. Планируем во втором-третьем раунде уже закончить, а так как уже Бог поможет. Поэтому я думаю, то, что... спасибо Адулхону. Многие спрашивают, почему именно его, потому что я с ним очень давно общаюсь, и мы с 2020 года дружим, а я еще тогда начинал карьеру, он еще просто тренировался, поэтому для меня это большая честь, то, что я буду представлять уже свою страну у себя именно в Ташкенте на Хумо-арене. Это будет первый бой в моей истории, второй бой будет 30 января уже на кулаках. Да. Omad kuzatishda davom etinglar. Zo'r bo'y bo'ladi. Ребята, всем спасибо, кто пришел. Сегодня я вас подвел, извините. Ko'rgan ko'zimga qo'tog'im, shu ko'rmasam ham bo'laydi. Bu aytdim, bu ko'zimga aytdim, ko'rma shu harom narsani. Ko'rma, nima uchun ko'ryapsan deb mana ko'zimga aytdim. Ko'zim aytdi, miyamga bo'ysunmasdan ko'r shuni, shuni bir ko'raylik dedi. Shu haromiga o'sha mana ko'rgan ko'zimga qo'tog'im bir boksda maskarozxonani ko'ribman. Shu desanglar ammangni ko'tiga sikaydi soat 6danmi 5danmi boshlab, kechasi soat 11gacha. 7, 8, 9, 10, 11, 5 soat umrimni ketkizib, 5 soat vaqtimni ketkizib, o'shani ko'ribman. Odamlar aytayapti, hamma odam. Mana u bola O'zbekistonlik Yuriy Gorbachok, Yuriy Nikolin, Yuriy Margunov chempion 15 ta pobeda urgan, bo'ldi, bu yetib keldi. Shuncha shoumenlik qildi, Qozog'istonda o'zidan ketdi, O'zbekistonga keldi, Toshkentda amini chiqarib qo'yadi, desa. Bu xolajoningni ko'tiga sikay Yuriy Margunovmi, Yuriy Gorbachokmi, Yuriy Shatunovmi? Ya ammang nomiga sikay. Birmish yedi, birmish. Pishanani ustidan bitta yedi. Bayt qarasam, men kimman deyapti. Bo'ldi. 3-nuqta tegishni. Men kimman deyapti? Men qayerdaman deyapti omigasi. Men qayerdaman deyapti. Xo'raz urishtirishga kelib qoldimmi? Bozorda jala material sotishga kelib qoldimmi? Yo bo'lmasa nos sotyapmanmi? Yo chakki sotyapmanmi deyapti. Bilmayapti istasam ham. Mana endi. Nikita. Muttaham, qo'toqbosh. Odamlar 1,5 million so'mdan, 2 million so'mdan, 3 million so'mdan biletga olib tushdi seni ko'raman deb. Voy dalbayot, abi 20 sekundda urish bo'ladimi? 20 sekund. O'zga bitta deyapti. Men kimman deyapti? Meni otim Xonmi deyapti onasi. Meni otim deyapti Xonmi? Meni ismim deyapti Xonmi deyapti. Bilmayapti qayerdan yurganini ham bilmayapti onasi. Men deb qo'yapti. Pul topganmiz Turkiyadan. U yerda ham 6 million, 7 million beradi. O'sha payt yaxshi pul edi. 6 million, 7 million so'mgada, dollardan. Borib turib ikkinchi mushti uraman dedi ana o balaya. Qozog'istonlik krasavchik. Bila Bruslimi kim? Oti kim? Bruslimi kim o'sha oti? Ikkinchi mushti borib bitta uraman desa
Esmeralda. Esmeralda deyapti-da. Tamam, qo'lini ko'tarib qo'yapti unda. Qo'lini ko'tarib qo'yapti. Voy, muttaham. Abi 2 millionga bilet olib tushgan odamlarni hurmatiga ham 2 raund urish. 2 raund, ko'p emas, 2 raund. O'lib qolsang ham. Vataningda urushyapsan, dalba yo'q. Vataningda urushyapsan. Ya yurtingda urushyapsan. Uyingda urushyapsan, garang.